Милиция кто? И он кто? Если у меня сосед с 4-го подъезда гонял, Sirke. Adam işi böyle yapıyor. Yapmadığım işi yıkası giderim ben. Sen gel, döşe yüklenmeyelim. Salça var mı? О, здравствуйте! Жизнь, это действительно жизнь. Nima qiling? Shida yo'qmi? Men qarandi. Sigara. Ну что, с этим другом не смотри, сейчас и в газету я попаду. Законно. Вон, два. И я с ним в розетку не пойду. Нет, я уже все. А свет не испортит все. Объект kendime kunst yaptı. Ne mi erkeğini tutayım? Başına var erkeğini ölçüm. Çanakları açsana. Nima qiling? Hozir keldim. Ha? Başının arkasına gitti. Akbaba yürüyorsun. Tamam. Başına gel. Şöyle. Sen götür. Тяжело им. Bedeke. За 3 рубля ты погоду не построишь. Паромы купи нет. Есть В вашем распоряжении. Нормально. Gelin muhtarake. Başına gel. Maşine geç oraya. Ha, maşine. Bizim aynı şu cede durmanlar. Люди свободу больше нема qilar. Ertaga bir odamni tashlayapti, odam spor bordi, заболели. Свободу. Ayting pulini.
Ya boşa gapirga mana Anca 5-10 litr benzin bilan. Baylab qo'ydim sizga mana shu. Чтобы посидеть и молодеть. Ну а как же? Смотри, что там. Это, во-первых, собеседник хороший. Все молодые выходят. Я там еще одеяло много надо, все так. Молодые нам по одной надо брать все молодые. Кто сможет? Яка бурнайдам когда да? Ну ты вот так повесь, ага. Вот куда деды идут. Туда и мы пойдем. Вот все мое имущество. Вот все мое имущество. Хорошее имущество. Что нажито, что нажито. Есть еще. Kendi kendi. Yo'l bo'lsin hammaga. Rahmat. أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامك فرعون بسم الله الصوم كيس بالله اللهم في حد يقلك. أنا شهدوا كتك أن أشهد أن لا تخصون يشهد أن الروح الله لا يجب أن الله تعالى رحمة الجنة
qolganlarga salomat bersin. Ilohi Parvardigori qilgan ehsonlaringizni dargohingga mahfuz qilsin. Ilohi uchun zamonamizni chin qilsin. Hamisha mana shunday sog' salomat ko'pchilik bilan o'tirishni Xudo xanon degan ehson dargohini mahfuz Ama yaxshi qilib qo'ysin. 7 yil bo'lmagan narsani. Ya boshqa bu joylar chiroyli bo'lsa. Suhbatni qilsang Rahim. Ey Parvardigor olam. Mana shu ulug' joyga, mana shu jamoatimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz mana shundaqa Mavlud Sharif oylarida nima maqsad bilan, nima niyat bilan chiqqan bo'lsa maqsadni bizga yetkazgaysan. Iymonimizni mustahkam qilgaysan. Bizimizni yo'riq qilgaysan. Rizqimizni ulug' qilgaysan. Bunga tashakamdan o'tganlaringdan rahmatingga olgaysan. Safar ketgan bola-chaqamizni safarni baxata qilgaysan. Hijrozdagi barakatlar berib, yurtimizga salomat qaytib kelishga ro'za nasib qilgaysan. Shu bugunga qilayotgan ehsonlarimizni dargohida qilib, dargohingda qabul qilib, boshligiga soyavon qilgaysan. Bu shu mamlakatimizda boshqarib turgan Bismillahirrohmanirrohim. İlla ve memleket eymanikum. Kur'an-ı Kerim'de muşunda ayetler nazil bo'lgan. Memleketimizde boshqarib turgan şu asker akaiflerge ham, şu şehrimizde boshqarib turgan hokimiyatlarga ham insof bersin, tavfiq bersin, Allohga ibodat qilgan bo'lsin, azanchilik bo'lsin, ma'murchilik bo'lsin. Rabbana hab lana min azvajina ve zurriyatina qurratan vej'alna lil muttaqin imama. Allohu akbar. Bir oyat o'qib qo'yinglar shu yerda. Ablacığını okun. hozir o'qidik, yana qo'ydik. Bismillahirrahmanirrahim. فمن ابتراء على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا صدق الله المولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ey Parvardigor olam. Mana shu ulug' kunlarda shu o'qigan Qur'oni Karimning hosil bo'lgan oyatlarning savobini bizning odam bo'lishga sababchi bo'lgan odatimizning ruhiga, Mama Havo onamizning ruhiga, Nuhi Nabiyulloh, Ibrohim Halilulloh, Ismoil Zabihulloh tamomi o'tgan payg'ambarlarning ruhiga, Habibing Janobi Rasul sallallohu alayhi va sallam muborak aql oilaga sahoba kiram bismillah hadiya qildik. Xususan mana shu joylarda yotgan ulug' bu mozoy mashayixlarniki ruhiga o'tib ketgan ruhga bismillah hadiya qildik. Qo'l ichib o'mindab o'lgan ahli jamoatimizdan o'tib ketgan avlod ota-bobomizning ruhiga bismillah hadiya qildik. Shuning qatorida shu tashakamdan o'tib ketgan avlod ajdodlarning ruhiga, qarindoshlardan o'tib ketgan, qo'lin qo'shlardan o'tib ketgan ruhiga bismillah hadiya qildik. Oxirgi navbatga yegonidan qaysan, hammamizning iymonimizni mustahkam qilgaysan. Bola-chaqamizning ko'ngliga insof va hidoyat to'qib bagaysan, qiz kallamizga sharmoyo bagaysan, kasalligimizga shifoyi komil bagaysan.
Şu yurtimizni, mahallimizni obod qilgaysan. Yomon ko'zdan yomon so'zni saqlag'aysan, bemahlimni saqlag'aysan. Allohumma maghfirli va li validayya va liman dakhala baytiyya mu'mina va lil mu'minina val mu'minat va la tajidu zalimin illa tabara. Allohu akbar. Yok, katta bu kişinin insanlar. Biladım. Zikirler kılıp içtima yardımından çıkmazsan içtima çıkmazsın. Doğru. Yoğundaki aynı Duş bilen uğraşırsın. Hayatı bilen uğraşırsın. Onlara da